Demak, har ikkala jamoa a'zolari yashil maydonga chiqib kelishmoqda. Va hozir esdalik uchun Paxtakorning o'yini yanada ochilishi turgan gap. Paxtakor bilan bo'ladigan bahsga, kurashga, jangga tayyor ekanligini aytib o'tdi. Demak, hakamlarni tanishtirib o'tdim. Uchrashuv boshlanib ketdi. Paxtakor jamoasi tarkibi sherigini darvozabon bilan yakkama-yakka chiqarib yuborishi mumkin edi. Humoyun Murtazoyev hujum qilish navbati Paxtakorda. Osh to'p jarima maydonchasi ichida, darvozabon to'pni qaytardi va hisob ochildi. 1-0. Ko'kragi bilan to'pni darvozaning ichiga kiritib yubordi. Flamarionmi bu? Ko'pincha Sergeyevmi? Sergeyev, Igor Sergeyev gol uryapti. Xo'p, keling ko'ramiz. Ofsayd yo'q. Chiroyli tarzda to'pni to'xtatib oldi. Hozir ko'ramiz. Yo'q, bu yerda ham ofsayd. Jonatan Luka biroz tekkan ekan. Biroz tekkan qo'li. Hamdamov ekan do'stlar, uzr so'rayman. Dostonbek Hamdamovdan uzatma. Ha, bu Jonatan Luka emas, chunki Jonatan orqada qolib ketgan edi. Demak, qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Nihoyat mana Mashal jamoasi a'zolari 3-4 uzoq masofadan zarba. Jon holatda orqaga qaytgan vaziyatni ko'rdik. Orqaga Xolmatov, Alijonov, uzatma, zarba. Yana nima kerak senga? Ayt dedi yana kinoda. Xo'sh. Alijonov, Alijonov. Xavfli vaziyat, gol. Igor Sergeyev 2-0 va Sergeyevdan dubl. Tez Alijonovga rahmat deb aytib qo'yish kerak. Tez Igor. Qani Hoji Akbar, nimalar qilding Hoji Akbar? Xo'p, bir ketding markaz. Ofsayd bormidi? Vardagilar chiziqni chizib o'zlari ko'rib olishadi. Ofsaydmi? Ofsayd. Igor Sergeyev o'yindan tashqari holatda. Mana qarang, hattoki bir oddiy vaziyatlarda bunday xatolar Paxtakorda ham kuzatilyapti. Alijonov. Hoji Akbar! Hoji Akbar! Ofsayd yo'qmi? Ofsayd yo'q va Flamarion o'z hisobiga gol yozib qo'yapti. Tajriba, baribir tajriba. Lekin baribir Hoji Akbar qarang. Bunisidan ham qoyil. Ikkalasidan ham. Agar oxirgi 3-zarba ham darvozabonning oyog'idan orasidan o'tganda, yo'q, endi Flamarion biladi nima qilayotganligini. Va yana to'p Paxtakor jamoasi a'zolarida ketdi Hoji Akbar. Hoji Akbar zarba. Darvoza bo'sh. Voy. Hey! 3-0. Igor yana Hoji Akbarga. Mana endi bu safar rahmat degan uchun ham endi bu o'yin inobatga olinadi. Hoji Akbar zo'r. Birinchi taymni hammasini Hoji Akbar boshqaryapti. 45+4 Sergeyev. Endi mana dubl deb yozamiz. 3-0. Hali qanaqadir praktika deymizmi yetishmayotgandek Igorga. Hali biroz harakat qilish kerak. Harakat ya'ni yaxshi tomonga hali mashg'ulotlarda ko'p harakat qilish kerak. Demak, birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Hozircha biz ham tanaffusga chiqamiz. Bu menimcha ikkita uchrashuvda 0-2, 0-1, 0-2 OKMKga, 0-1 Dinamoga. Mana hozir bitta o'yinning o'zida 24-Avazxon Mamatxo'jayev, 34-Shahboz Jo'rayev,
ta'kidlab o'tganimdek, Ibrohim G'anixonov o'rnida Anvar Murodov. Hozir yaxshi imkoniyat va gol. Otabek Jo'raqo'ziyev baribir zaxiradan maydonga tushib gol uryapti hozir. 1-1 vaziyatga chiqib ketdi. Zarbasi unchalik ham kuchli chiqmadi, lekin hujumchilarga xos tarzda harakat qildi. 4-0. Yana bitta ko'raylik. Ayni shu yerning o'zida xato. Offside yo'q va osonlik bilan gol urishyapti. Qanday qilib bu yerda aldash mumkin? Qo'pol xato. Diyor Xolmatovdan bu safar uzatma. Va qolaversa kech qoldi hozir. Samandar Ochilov sirpanib ketdimi? Xullas qaytara olmadi. 4-0. Hoppa, chiroyli to'xtatish. Yaxshi imkoniyat Paxtakor jamoasi a'zolarida hozir ko'pchilik bo'lib hujumga zo'r berishmoqda. Jo'raqo'ziyev yaxshi. Sergeyev urdimi? Offside. Offside, lekin nima uchun offside hozir ko'rib olamiz. Nima uchun offside? Shoshmay turish kerak. Hozir ko'ramiz. Mana shu yerning o'zida mana qarang. Voy. Bormikin? Bormikin offside? Hozirning o'zidanoq keyingi o'yinga tayyorgarlikni boshlab yuborsa bo'ladi. Jonathan Luisdan yana bir aniq pas, bu yerda esa xato. Yaxshi imkoniyat, zarba. Diyormidi bu xato qilgan? Ha, Diyor Xolmatov. Hop, burchak zarbasini ko'ramiz. Yana bir standart va yana Paxtakor jamoasi a'zolarida. Jarima maydonchasi 2da bu safar mana bu yerdan zarba ko'ramizmi? Zarba, rikoshet, gol. Inobatga olinadimi? Lekin bu avtogol yozilsa kerak. Ibragimov tomonidan zarba berildi. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Hamma Ibrohimni tabriklashyapti. 5-0. Mana ko'raylikchi. Mana burchakdan to'p o'yinga Muhammadali kiritib berdi, qaytarildi. Darvozaga tepilganligi uchun bu gol inobatga olinadi, lekin kimning hisobiga yoziladi? Mana shu savol turibdi. Ko'rish kerak. Kim bu yerda juda tezkorlik bilan mana endi ko'rinsa kerak. Xo'p, qaytardi. Rahmatullayev 5-0 hisobdagi g'alabani taqdim etmoqda. Mana to'p o'yinga kiritib berildi va hakam o'yin yakunlanganligini bildiruvchi ustagini chaldi. Va Paxtakor 8-o'ringa ko'tarilib oldi.